Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha katira. Batahqiq sizlar uchun ey musulmonlar o'rnak, namuna ergashaman, taqlid qilaman desanglar, Rasulullohda namuna bor. Payg'ambarga ergashinglar. Qur'oni Karim bu haqiqatni bugunga qadar islom ummatining g'alabasiga asos qilib qo'ygan. Islom ummati qachon g'alaba qilgan bo'lsa, Rasulullohga itoat qilib, u kishini o'ziga o'rnak, namuna qilib olganda g'alaba qilgan. Lekin islom ummati qachon inqirozga yuz tutsa, yo Rasulullohning sunnatlariga xilof qildi, yoki Rasululloh turganda u kishiga havas qilmasdan qayoqdagi Messi, Ronaldoga havas qilishni boshladi. Bu ummat mana bu vaziyatda mag'lubiyatga uchraydi. Ergashaman desangiz, taqlid qilaman desangiz, havas qilaman desangiz, Rasululloh turibdilar. Payg'ambarni Alloh subhanahu va taolo o'zi vahiy bilan quvvatlab turibdi. U zotga ergashgan odam dunyoda badbaxt bo'lmaydi, oxiratda najotdan mahrum bo'lmaydi. Liman kana yarjulloha. Oxiratga iymoningiz bormi? Allohga ertaga yo'liqishligingizga umidingiz bormi? Allohning huzurida tik turib javob berishlikka ishonchingiz bormi? Rasulullohdan o'rnak olishingiz kerak. Val yawmal akhir, oxirat kunida qayta tirilishga umidingiz bormi? Rasulullohdan o'rnak olishingiz kerak. Va zakaralloha katira, Allohni ko'p zikr qiladiganlarda Rasulullohni namuna qilish bor. Bu nima ma'nosi desa, har bir ishingizda Rasululloh nima qilgan edilar? Mana bu vaziyatda Rasululloh bizga nimani buyurgan edilar? Mana bu vaziyatda payg'ambar alayhissalatu vassalom bizga nima tavsiya qilgan edilar degan odam eng katta zokir odam. Allohni zikr qilish shu. Astagfirulloh, alhamdulillah quruq til bilan zikrni o'zi bo'lsa-yu, amalda shariatga ergashmasdan kimlargadir taqlid qilib yurgan bo'lsa, bu Allohni zikr qilayotgan odam emas bu. Allohni zikr qilish Rasulullohni o'rnak qilib olishda bo'ladi.